Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Xo'sh, keyingi obyektimizga o'tdik, xudo xolasa. Keyingi obyektimiz ham gulli zinapoya qo'yamiz. Mehnatimizni qadrlab har doimgidek bir donagina like bosib qo'yasiz. Juda ham xursand bo'lardik. Qani unda videoni boshladik. Xo'sh, ko'rib turgan joylar 4 metr joyga 1.30 razmerda zinapoya qo'yamiz. Video davomida xudo xolasa bitgan holatni ham ko'rasiz. Albatta bizni layklar bilan poddesh qilib turasiz degan umiddamiz. Narxlarigacha aytamiz. Xo'sh, ko'rib turgan joylar 4 metr joy. Zinapoyani mana ko'rib turganinglardek apalavkalar o'rnatib oldik, chiroyli qilib, ikki tomonga strapl qilib, gulli zinapoya qo'yamiz. Bu safar yangilik bo'ladi albatta. Aytib o'tganimizdek, bu zinapoyamizni razmeri, oyoq qo'yadigan joyi 30 sm bo'ldi. Bo'y balandligi 15 sm. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda o'rnatib olganmiz. 1.30 joyga eni 1.20. Eni 1.20, esdan chiqmasin. Shapkamizda razmeri 1.20 chiqqan. Mana shu holatda o'rnatib olganmiz. Hozir bitgan holatini ham ko'rsatamiz. Yoniga 15 sm qilib betonlarni qo'yib chiqdik. Qo'shni tomonni ham qo'ydik. Qo'shni tomonda mana devor borligini hisobiga salafan qo'yib o'zim mabodo buzadigan bo'lsa ham orqa tomoni ochilib qolmaydi. Xo'sh, endi narxiga o'tadigan bo'lsa, necha puldan qo'yib beryapsiz aka metrini desanglar, shu ko'rib turgan joylari 450 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Gulli qilib qo'yib beryapmiz. Oddiy zinapoyadan farqi bor, mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli, go'zal chiqdi. O'zinglar ko'rgan bo'lsanglar, mana mehnatimizni qadrlab aytib o'tganimizdek bir donagina like bosib qo'yib, albatta bizning kanalga obuna bo'lsangiz, bundan ham zo'r videolarni qo'yib boramiz. Stroyka bo'yicha, ruschasiga gapirib yubordim, o'zbekchasiga qurilish bo'yicha, barcha sohada xudo xolasa qurilish bo'yicha hamma videolarni ko'rsatib boramiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta bizning kanalga obuna bo'lib, bizning kanalda qoling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.